Дорогие друзья, всех приветствую на канале Фарик Джан. В этом видеоролике вы увидите вообще бомбезный контент. Ну а чтобы как Фарик и его друзья не оказаться в полицейской машине, заходите на 17 сервер Redmira. Перед регистрацией указывайте мой никнейм пригласившего Грант Романов, который вы видите на экранах. И после регистрации используйте команду P-код и введите мой промокод Грант большими буквами, как и мой никнейм, ну то есть мое имя. Всем приятного просмотра, а перед началом видеоролика обязательно поставьте лайкосик, а мы начинаем. Salom do'stlar hammaga, sizlar bilan Farik. Ko'pchilik tushunmayotgan ekan, Axotadagi dedushkani missiyasidan qanaqa o'tishi, bugun shuni ko'rsataman. Xo'p, men boshqa serverdaman уже, chunki o'zimning serverimda o'tib bo'lganman bu missiyani. Bugun 20-serverda o'tamiz shu missiyani. Menda bu yerda mana shu ozgina puldan boshqa hech nima yo'q. Hozir birinchi o'chirtda nima kerak bizga? Litsenziya na Axoto degan narsa kerak, o'sha hokimiyatdan, правительствоdan. O'sha yerga boramiz, litsenziyani olamiz. Keyin, по-моему, оружие kerak. Ne? Litsenziyani olib turib dedushkani yoniga boramiz, nima derkan. Хотя birinchi litsenziyorni ko'rish kerak, saytdamikan, yo'qmikan, bormi, yo'qmi bu yerda o'zi. Ha, yaxshi bitta bor ekan. Yaxshi ketdi. Mana shu custom shimda turgan odam litsenziyor bo'ladi. Hozir bundan endi olamiz litsenziyani. Litsenziyani Axoto deb yozamiz. Nech pul ekan? Qani. 65 ming ekan. Endi dedushkani topamiz. Mana shu kichkina oq kvadrat dedushkani uyi. Bu Litkarinadan bu soyaga ketaverishdi. O'rtada, o'rmonning ichida joylashgan. Yaqin metka ham qo'yib bo'lmas ekan. Mopedda o'sha yo'ldagi metkagacha borib olib, bu yoqqa peshkom haydaymiz. Mana do'stlar, metkagacha yetib keldik. Bu yoqqa endi peshkom yugurib yetib olish kerak, chunki papali ham mumkin emas. Mashinada, mopedda borish. Mana shu dedushkani uyi bo'ladi, lekin dedushkani o'zi cho'ta ko'rinmayapti. Mana yoniga borsanglar o'zi altni bos deydi. Altni bosamiz. Aha. Litsenziyani olib bo'lgandan keyin значит o'zi telefon qiladi, dedushkani o'zi bizga telefon qiladi. Ko'ramiz, necha minutdan keyin telefon qilishini. Ungacha men aylanib yurdim, bu yoqda bir balola qilib. Tomga chiqmoqchi bo'ldim, qarasam lavushka. Hop. Men buni bilmagandim lekin. Admin chaqiramiz endi. Admin ham bashara ekan. Admin hayratda. Qutqarmoqchi bo'ldi, lekin yana to'g'ri o'sha teshigiga tashladi meni. Молодец. Bo'ldi, rahmat. Mana dedushga telefon qildi. Oradan 15 minut o'tgan bo'lsa, 10 minut 15 minut ichida telefon qildi. Endi borish kerak yoniga. Xo'p, endi nima derkin bizga? Ko'ramiz. Смотри, кто пожаловал. Уж не думал, что вспомните обо мне, пока не помру. Да не дождетесь, всех переживу. Прихворал, конечно, и последнее время. Ну, так бывает же. Ну, коли уж приехал, да, то помоги крышу залатать, внучок. А то вот сезон дождей уже вот-вот начнется. Бери вон там пилу и сруби пару деревьев. Потом из хороших брусов сделаем пару досок для крыши. Hozir bu bizga aytayotdiki, uydan arrani olib bitta ikkita daraxtni aralab bermanga, doska yasang. Tomni yopamiz deyapti, xullas, tomni. Yomg'ir yog'sa suv o'tib ketadi deyapti. Xo'p. Yordam beramiz dedushkaga. Birinchi daraxt. Ha, arrani olib turib yoniga kelib altni bosish kerak ekan.
Hop, endi buni bo'laklarga bo'lib chiqish kerak. Mana o'zi sariq yozuv bilan yozib qo'ygan. O'sha yozuv yo'qolguncha aralaymiz buni. Hop, birinchisi tayyor, endi ikkinchisi. Bo'ldi bu ham. Yana bitta bo'lish kerak edi, o'shmasam. Ha, yana bitta bor ekan. Hammasini aralab bo'lgandan keyin mana shunaqa doskaga aylanadi. Buni bitta-bitta ko'tarib dedushkani uyga olib boramiz. O'zi qizil bilan metka qilib qo'ygan belgilab. Mana. Ozgina endi ustachilik bilan shug'ullanamiz bu yoqda. Hop, mana hammasini olib kelib qoqib tashladik. Yana bitta daraxt ag'anatib, xuddi shunaqa повтор qilamiz. Bo'ldi, bularni ham tashib bo'ldim. Endi nima derkin? Да, хорошо-то как. Давно тебе надо было в гости позвать. Только бы по хозяйству всего наладилось бы. Ладно, скоро сможем начать твое обучение. Но сначала мне надо отварчик принять лечебный. А травы закончились у меня. Сбегай-ка на ближайшее поле, набери мне корней одуванчика. А я пока рации подготовлю. Ну, чего стоишь? Не оставишь же ты в нужде своего старого больного деда? Det aytayotdiki, men damlama yasashim kerak. Damlama yasashim uchun sen menga gul terib kelgin daladan dot. Hop. Dala uy orqasida. Qani ketdi tagda. O'zi gulli yonidan o'tgan yilida yozuv turgan bo'ladi mana shunaqa. Gullar esa ham ko'p. Ko'p qidirmaysizlar uni. Uchta gul terish kerak ekan. Bo'ldi, men terib bo'ldim. Endi detni yoniga yana qaytib boramiz. Ой, тебя только за смертью посылать. Давай сюда. Хорошо, значит, напрягаться мне нельзя. Так что держи рацию. Буду тебя по ней инструктировать. Пользоваться ты хоть и умеешь, надеюсь. А то ваше поколение уже совсем ничего не умеет. Как будешь готов выдвигаться, дай мне знать. Hop, endi оружие olib kelish kerak ekan. Axotaga tegishli. Menda bormi-kin unaqa оружие? Yo'q. Значит, yana yugurish kerak bo'ladi. Bu sayva yaqini, eng yaqini bu sayva hozir bizga. Keldik. Yaxshi kirishdik ekan. Bu yoqqa kirgandan keyin mana o'ng qo'lda eng pastdagi оружиeni olamiz. Patron, hop, ikkita pochka yetadi menga paket. Olgandan keyin yana detni uyiga boramiz qaytib. Еще утром тут бродила зверюшка. Возможно, получится найти какие-то следы. Ты иди ближе к лесу, а я найду бинокль и пойду к охотничьей вышке. O'rmonga borgin dotda endi. O'rmon kelgandan keyin mana shunaqa kiyik shoxini qidirish kerak. Daraxtlarning atrofida yotgan bo'lar ekan.
Buni topgandan keyin уже kiyik topish kerak bo'ladi, pritselga olish kerak и всё. Faqat mini kartada kvadratni ichidan chiqmagan holda. Отлично. Теперь подойди к оленю и разделывай его с помощью моего ножа. Uni o'ldirgandan keyin kiyikka yoniga kelsanglar o'zi avtomatik altni bos deydi. Endi dedushkani uyiga yana qaytib boramiz. Ух, все-таки сразу видна моя кровь, мой мальчик. Нож можешь оставить себе, это мой тебе подарок на память. Храни его и ко мне заглядывать не забывай. Bo'ldi, mana dedushkani pichog'i o'zimizda qoladi vechniga. Yo'qolmaydi u hech qayerga. Mana shunaqa do'stlar, shu bilan dedushkani missiyasini ham bajardik. Endi bemalol охота qilsa bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, podpiskani bosib qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.